qorin bo'shlig'i a'zolarining qon bilan ta'minlanishida ahamiyatli bo'lgani bilasizlar. Diafragmadagi qiziluvga aorta teshigidan, qorin aortasidan boshlanadi. Qorin aortasidan 3 ta yirik katta shox chiqadi. Birinchisi truncus celiacus, ikkinchisi yuqori tutqich arteriyasi, arteria mesenterica superior, uchinchisi pastki tutqich arteriya, arteria mesenterica inferior shoxlarni beradi. Bu 3 ta yirik shox. Bu shoxlar qorin bo'shlig'ini qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Birinchisi truncus celiacus, quyosh jigar arteriyasidan 3 ta katta shox chiqadi. Bir taloq arteriyasi, arteria splenicus, taloqni qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Ikkinchisi chap me'da arteriyasi, lotincha nomi arteria gastrica sinistra, to'g'ridan to'g'ri qorin aortasidan oladi, quyosh jigardan. Arteria gastrica sinistra, chap me'da arteriyasi. Uchinchisi jigarning umumiy arteriyasi, arteria hepatica communis shoxlarini beradi. Xo'p, endi bu 3 ta katta shoxning o'zi ham yana mayda shoxlarga bo'linadi. Birinchisi taloq arteriyasi. O'zi nomiga mos asosan qorin aortasidan chiqib to'g'ridan to'g'ri taloqni qon bilan ta'minlaydi va qo'shimcha taloqqa borguncha 3 ta shoxni beradi. Birinchisi arteria gastrica brevis. Arteria gastrica brevis oshqozon tubi, fundus qismini qon bilan ta'minlaydi. Ikkinchisi arteria gastrica ommentalis sinistra. Arteria gastroomentalis sinistra, ya'ni oshqozonning yuqoriga katta egrilik sohasini qon bilan ta'minlaydi. Uchinchi shoxi bolalar. Yana Uchinchi shoxi bu yerda yo'q. Mana taloq arteriyadan chiqadida to'g'ri kelib oshqozonning dum qismini qon bilan ta'minlaydi. Bu arteriya nomi arteria caudo-pancreatica. Oshqozon osti bezini dum qismini. Arteria caudo-pancreatica bir rasmda olmagan, lekin kitobda o'qib ko'rsanglar bor. Taloq arteriyasi deysizlar, taloqni qon bilan ta'minlashdan tashqari oshqozon tubini brevis qilib beradi, arteriya brevis. Oshqozonning yuqori katta egriligini arteria gastroomentalis sinistra va arteria caudo-pancreatica oshqozon osti bezining dum qismini qon bilan ta'minlaydi deysizlar. Endi quyosh jigar arteriyasida ikkinchi katta shox bor. Arteria gastrica sinistra va sariq rangda esa. Bu hech qanday shox bermaydi. Faqat oshqozonning kichik egrilik qismini qon bilan ta'minlaydi. Arteria gastrica sinistra, chap me'da arteriyasi, to'g'ridan to'g'ri nimadan olinadi? Qorin aortasidan truncus celiacusdan. Uchinchi katta shox truncus celiacusda jigar umumiy arteriyasi, arteria hepatica communis. Arteria hepatica communis o'zi juda ham murakkab tarmoqlanishga ega. Birinchi shoxi arteria gastrica dextra, ya'ni chap me'da, o'ng me'da arteriyasi, arteria gastrica dextra, o'ng me'da arteriyasi oshqozonni pastki kichik egriligini qon bilan ta'minlaydi. Keyingisi arteria gastroduodenalis, ya'ni oshqozon 12 barmoqchak arteriyasi bo'lib davom etadi. Oshqozon 12 barmoqchak arteriyasi o'zi yana 3 ga bo'linib ketadi. Arteria gastroomentalis dextra bo'ladi. Arteria gastroomentalis dextra degani oshqozonning pastki katta egriligini qon bilan ta'minlaydi. Ikkinchi shoxi arteria pancreatica duodenalis superior. Arteria pancreatica duodenalis superior nomidan aytib o'tiribdi. Oshqozon osti bezi va 12 barmoqchakni yuqoridan qon bilan ta'minlaydi. Yo'lida davom etadi. Ya'ni arteria hepatica communis oxirgi ikkita katta shoxga bo'linadi. Oxirgi ikkita katta shoxi, ya'ni jigarning chap bo'lak arteriyasi va o'ng bo'lak arteriyasi. Nomi arteria hepatica dextra va sinistraga bo'linadi. Arteria hepatica dextra, ya'ni o'ng jigar arteriyasi o'zi bitta shoxcha chiqadi, arteria cysticus. Arteria cysticus o't tufayli qon bilan ta'minlaydi. Endi shu yerda o'zida men sizlarga vaziyatli masala qilib berishim mumkin. Shu yerda o'zida oshqozonning 5 ta qon tomiri qon bilan ta'minlaydi deysizlar. Qayerdan keladi bu 5 ta qon tomiri desam, truncus celiacusdan keladi deysizlar. Qayerdan qani tushuntirib desam, truncus celiacusdan taloq arteriyasidan 2 ta oladi deysizlar. Brevis bilan gastroomentalis sinistra. To'g'ridan to'g'ri truncus celiacusdan chap me'da arteriyasi gastrica sinistra beradi. Jigar umumiy arteriyasidan ham 2 ta shox beradi. Общий shunda oshqozonni 5 ta qon tomir qon bilan ta'minlar ekan. U tufayli qayerdan qon oladi desam, jigarning umumiy arteriyasi oxirgi shoxi jigar o'ng bo'lak arteriyasidan shoxcha kelib chiqadi cysticus.
Erta sizga savol berish mumkin. Xirurgiyada, masalan, xolesistektomiya operatsiyasiga o'tiribsan. Ha, TSU talabasisan deydi. Ko'p eshitaman shu narsani. O'tfaga qon bilan ta'minlashni bilasan desa, bilaman deydi. O'tfagi arteriya sistikusdan oladi. Xo'p, arteriya sistikus qayerdan keladi? Gepatika dextradan. Gepatika dextra qayerdan keladi desa, gepatika communisdan keladi desa. Gepatika communis esa trunkus iliacusdan oladi. Trunkus iliacus esa qorin aortasida joylashgan. Shunday orqadan qaytsang, orqadan ham qaytib boringlar, oldindan ham kelib o'ringlar. Bu narsani yodlab olishlaringiz shart. Tushundingizmi? Bu hozir men tushuntirganim hammasi trunkus iliacus quyosh chigalining tarmoqlari edi. Endi ikkinchi o'zanga tushamiz. Qorin aortasining ikkinchi katta shoxi. Arteriya mezenterika superior. O'zbekcha nomi yuqori tutqich arteriyasi. Uni 6 ta shoxi bor. Birinchi shoxi arteriya pancreatica duodenalis inferior. Ya'ni oshqozon osti bezi va 12 barmoqli ichakni pastdan qon bilan ta'minlaydi. Mezenterika superior birinchi shoxi. Ya'ni mana ko'ryapsizlar, oshqozon osti bezi 12 barmoqchada pastdan qon bilan ta'minlovchi pancreatica duodenalis inferior. Mezenterika superior ikkinchi shoxi. Och ichak arteriyasi. Arteriya ulunaris nomiga mos, ya'ni och ichak qon bilan ta'minlaydi. Keyingisi arteriya iliacus, yonbosh ichak qon bilan ta'minlovchi arteriya. Keyingisi arteriya ilia colica. Ilia colica degan ko'r ichakni qon bilan ta'minlaydi. Ilia colicani o'zi bitta katta shoxcha beradi, kichkina shoxcha arteriya appendicularis, ya'ni cho'lchensin o'simtani ham qon bilan ta'minlashi. Yana savol tug'iladi. Hammang bilasan, praktikada appendektomiya operatsiyasiga kirgansan. Erta savol berish mumkin. Cho'lchensin o'simtani qon bilan ta'minlashini bilasanmi? Qayerdan qon oladi o'zi cho'lchensin o'simta desa? Bilaman. Mezenterika superiordan oladi. Mezenterika superiorda 4-shoxi ilia colicadan. Ilia colica beradi, arteriya appendicularisda deb chiqib ketasizlar va to'xtatasizlar. Luboy. Keyingisi 5-shoxi arteriya colica dextra. Arteriya colica dextra, ya'ni o'ng ichak arteriyasi, yo'g'on ichak arteriyasi. Bu ko'tariluvchi chambar ichakda qon bilan ta'minlaydi dextra. Keyingisi arteriya 6-si colica media. Bu ko'ndalang chambar ichakni qon bilan ta'minlaydi. Ya'ni ko'ndalang chambar ichakkacha bo'lgan qismi 12 barmoqli ichak, och ichak, yonbosh ichak, ko'r ichak, cho'lchensin o'simta, ko'tariluvchi, ko'ndalang chambar ichakka bo'lgan hamma ichaklarimizda qon bilan ta'minlangan mezenterika superior, yuqori tutqich arteriya deysiz. Xo'p, 3-o'zanga tushamiz. 3-katta o'zan arteriya mezenterika inferior. Arteriya mezenterika inferiorda 3 ta shoxi bor. Birinchisi arteriya colica sinistra. Arteriya colica sinistra tushuvchi chambar ichakni qon bilan ta'minlaydi. Keyingisi arteriya sigmoidiya, o'zi nomiga mos sigmasini o'chadi, qon bilan ta'minlaydi va 3-si arteriya rectalis superior, to'g'ri ichakni yuqori qismini qon bilan ta'minlaydi deysizlar. Bundan tashqari, ya'ni bu yerda rasm chizilmagan, bundan tashqari qorin aortasidan ikkinchi bel umurtqalariga to'g'ri keladi, например, ikkinchi bel umurtqalariga keladi. Arteriya renalislar ham mavjud. Arteriya renalis sinistra, arteriya renalis dextra, ya'ni bu bilasizlar, buyrakda qon bilan ta'minlaydi. Buyrakda o'ziga ham kirgandan keyin buyrak segmentchalaridan bo'lakchalardan to o'sha buyrak kichik fulminar sistemasigacha qon bilan ta'minlar ekan. Shuning uchun ham buyrakda nefronlarda bilasizlar-ku, buyrakda nefronlarda ham qon bilan ta'minlanishi bor. Arteriya efferens va arteriya vaz efferens va efferens bo'lib chiqib ketadi. Mana bu tuzilma qorin bo'shliq a'zolarini qon bilan ta'minlash hamma bilishi shart, chizib oladi, yozib oladi, o'rganadi.